Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni YouTube, Instagram, Facebook, Telegramda bizni tomosha qilib borayotgan aziz o'sha ijtimoiy tarmoqdoshlar, charchamayapsizlarmi? Bugun yana sizlarga spes texnikalarni ko'rsatgani kelganmiz. Maxsus texnikalarni Azizbek yonimda chiroyli qilib hammasini tushuntiradi. Ko'rib boringlar oxirigacha. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, Aziz Ekskavator kanalini muntazam kuzatib boruvchilar, shunchaki kuzatmanglar. Bugun shunday yangilik aytaman, чтобы nima deydi, podpiska bo'lib, shu obunani, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishlaringga arziydigan narsa aytaman. Sizlar obuna bo'lasizlar, shunaqa narsaga kelishaylik. Biz boshqa joylardan texnikamiz 10 ming arzoni, o'shani aytaman xullas. Eng zo'r bonuslarni qilib beramiz. Yangi partiya ekskavatorlarimiz kelgan. Buni bilsalaring 75 talik hozir bu 85 talik bilan 75 talik hamma joyi bir xil bo'ladi. Motori ham, kuzov, gabarit hamma joyi bir xil bo'ladi. 640 mi shunaqa uzunligi. 4 metr chuqurlik kovlaydi. Komplektida transheyni kovushi bilan o'zini kovushasi bor, adapter, yechib taqalgan adapteri bor. Keyin planirovочный kovush qo'shib berasizlarmi, gidromolat qo'shib berasizlarmi deganlarga qo'shib bermaymiz, pulga beramiz. $1000 nima gidromolat bo'ladi, planirovочныйsi 5 million bo'ladi, $400 sal oshadi. Mexanika korobka, apparat motor, salarka tanlamaydi. Rastrochkaga bormi deb qayta bir kunda 30 ta 40 ta odam aytayapti. Rastrochkaga yo'q. Rastrochkaga berib o'zi mayda pagrichiklarni berdik-ku rastrochkaga. Shunday. Bir oyga deb olib ketganlar 2 oyda zo'rg'a beryapti. O'sha uchun bizga u to'g'ri kelmaydi. O'sha ko'rib turganlar ham endi pulni olib keladi, ancha bo'lib ketdi. Xullas, demoqchi bo'lganim, bularni narxi bilan aytib ketsak 38 kelishamiz narxi. Kelaverasizlar. Keyin yana bitta narsa, mana videoda narxni aytmay ketyapsizlar deb kommentariya yozavermanglar. 10 marta aytaymi, mana sirasi aytayapman. Keyin boshqa joylarda yaqinroq kamera olib kelinglar, чтобы meni eshitsin. Xursand bo'lib, boshqa joylarda videolar ko'rdim, xursand bo'lib, zut oldik, mana 620 millionga, 600 millionga deb aytayapsizlar, xursand bo'lib. Bizda xuddi o'sha ko'rsatganlaring, o'sha zut yanmar motori bilan bizda 500 millionga ham bormaydi. 40 mingga olib kelib beramiz. 480 million bo'ladi. Men raznica 620 millionga olgansizlar, bizda 480 million. Xuddi o'sha model, xuddi o'sha nechtalik olgan bo'lsalaring, 75 talik olganmisizlar, 60 talik olganmisizlar, shuncha pulga olib kelib beramiz. 30 kun, 40 kun kutib turasizlar, olib kelib beramiz. Shu. Boshqa joylarda, misol bir ikkitasi aytibdi, mana o'shalar bizni ham kuzatadi, kuzatinglar. Nimaga bularda Aziz Ekskavator kanalida arzon sotyapti, ekskavatorda sizlarda qimmat desa, bizdagi brendi boshqa-da, ulardagi brendi boshqa debdi. Sizlarning brendlaringni ham o'sha 600 million, 600 nimadan sotyapti. Men endi kimligini aytmay. O'shalarni ham biz 40 mingdan olib kela olamiz, bemalol. Biz 620 milliondan sotmaymiz. 50 ming, 52 ming dollar demaymizda 40 mingdan olib kelib beramiz. Mana 10 ming, 12 ming raznica qilyapti. O'tgan safar ham aytganman, bizda ekskavator bilan boshqa joyda bitta jentran puli raznica beradi. Kelinglar, mana O'zbekiston 12 ta viloyatida nechta rayon bo'lsa hammasiga sotilgan. Kelinglar, sinovdan o'tgan, gayka boltigacha hamma zapchaslari bor. Sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa murojaat qilinglar, lekin telefon qilib ertalabdan kechgacha rastrochkaga berasizmi demanglar. Kreditga qilib beramiz, kredit bank orqali olasizlar, biz prosta yo'l yorug'ini tushuntirib yuboramiz. Telefon qilib tushunmagan joylaringni shu. Pul yetmasa kreditga olinadi. Narxini aytdik, xohlasalar naqdga olinglar. Bizda u mana boshqa joylarda nima uchun qimmat ko'ryapsizlarda, bularnikini brendi boshqada deyapti. O'sha sizlar olayotgan o'sha 600 millionga, 620 ga olayotgan brendlaringni ham olib kelib bera olamiz, bemalol. Vobshe muammo yo'q. 30 kun kutganlaringga ham arziydi. Misol 10 ming, 12 ming kichkina pul emas-da. Mana kichkina nimani so'rayapti juda ko'p odam, uje tugadi, 3 ta dona qoldi. 12 ta edi, 3 ta dona qoldi. 120 milliondan 0.8 kubaligimiz bor, 1 kubaligimizdan 1 dona qoldi. Uni narxi 160 million, boshqa joylarda 210 million, 200 million. Uni bilasizlar o'zlari ham. Kelinglar, katta 130 taligimiz ham bor, undan bitta qoldi. Bittasi uje hali kemasdan sotilib ketdi. Uni ham telefon qilinglar, aytamiz. Shu narx bo'yicha O'zbekiston bo'yicha Liboyga vizit mana qayerdan bizni
Samarqand bo'ladimi, Qashqadaryomi, Toshkentmi, qayerda avtosalonda mashina narxini ko'rsalaring, faqat bu brend emas, boshqa brendlar ham Lyuboyiga vizib biz bilan xohlasalar birga video qilib chiqaringlar, narxni aytasizlar, biz narxni aytamiz. O'sha 600 milliondan sotayotgan zutlaring ham bizda 40 ming dollar turadi. Mana hamma joyga vizib tashlayapmiz, uvering bo'lib, biz bergan narxni kim bera oladi? Kuzatishda davom etinglar. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada berishlaring mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, manzilni so'ramoqchi bo'lganlar, kelib olmoqchi bo'lganlar, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Qolgan ijtimoiy tarmoqlarimizni ham belgilab o'tamiz. Ularga ham a'zo bo'lib qo'yinglar. Like, kommentariy esdan chiqmasin. Salomat bo'ling. Shu, yana savollar bo'lsa aytinglar. Nima uchun boshqa joyda qimmat, sizlarda arzon desalaring? Prosta biz 3 ming qo'ysak, boshqalar 13 ming qo'yapti. Shu raznica shunda bo'lyapti. Charchamanglar. Sog' bo'linglar. Ekskavatorlar haqidagi videoni tomosha qildingiz. Endi pogruchklar haqida ma'lumotni berib o'tadi. Qadrli yurtdoshlar, bu pogruchkimiz sotildi o'sha. Nima komplektida beton qorgichi bor, 1.8 diki. Bunga ham tushadi, chunki buni motori katta, 6 tonnalik bilan adashtirmaymiz. O'sha har safar qayta aytayapman. 6 tonnalik 18 ming. Boshqa joylardan 21 mingga olib xursand bo'lib yuribsizlar. Bizda 18 ming. 6 tonnalikda nasosi ham, enshosi ham kichkina, motori ham kichkina. Bunda 92 kilovoltlik 125 ot kuchilik motor turibdi. O'shaning hisobiga 1.8 mishalkasini aylantira oladi. Boshqa joydagi mishalka bilan ham adashtirmaymiz. Bunda 20 litr moy aylanadi bitta tomonida. Boshqa joylardagida 2 litrlik choynikchadek motorchasi bo'ladi. Buni uchiga jatka ham qo'yib beramiz. Nimani, kombayni oldi, maralni oldi bo'ladi-ku, maral degan jatkani. O'shanki Jaguarni oldi, nimasini ham silo so'rgichini ham qo'yib beramiz. Bu alohida hisoblanadi. 10 mingdan 20 minggacha bo'ladi. Oldiga taqiladigan agregati. Konditsioner, turbina, hamma narsasi bor. Shu buni o'zi ko'rgansizlar hamma joyini. Keyin buni alohida o'zi ham bor. Mana ikkita kovushi bilan qo'shib beriladi. Buni ham narxini aytganmiz, 23 ming. Tak. Mayda oxirida 3 ta qolgan nimalarimizni aytamiz hozir. Ular sotilib ketdi, 3 ta donasi qoldi. Mana boshqa joylardan nima uchun bizda arzon, nima farqi bor? Hozir ko'rib o'zlaring nima qilasizlar. Bunda 0.8 kubalik nimamiz, pogruchkimiz. Konditsioneri yo'q bunda. Narxi 120 million. Uju bu rassrochkaga berilmaydi, chunki rassrochkaga berganda vaqtida bermaysizlar. Keyin 1 kubaligimiz bor. 1 kubalik konditsioneri ham bor. Hammasida turbina, 0.8 da ham turbina. Turbinasi bormi yo'qmi deb so'ramanglar. Bular narxi 160 million. 210 milliondan boshqa joydan olyapsizlar shuni. 1 tonna 200 ko'taradi. Havo, manchakma hammasini ortadi. Bunisi 3 metr, bunisi 3,5 metrmi shunday. Tak, bu faqat Kamaz, Isuzu, Zil shularda ortadi. Kelinglar, mana narxlari bilan aytdik. Sirazi o'zi 3 ta qoldi bulardan. Kuzatib boringlar bizda. Buni boyagi mishalkalini 1.8 ham bor. Narxi 33 ming komplektda. Uni video qilib qo'yganmiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.